Dasturimizni sport mavzusi bilan davom ettiramiz. Buxoro shahri shaxmat bo'yicha Women Chess nomi ostida xotin-qizlar o'rtasida xalqaro musobaqaga mezbonlik qildi. 100 dan ortiq sportchilar dona surgan bahslar haqida muxbirimiz batafsil xabar beradi. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan tashkil etilgan shaxmat bo'yicha xalqaro turnir o'z nihoyasiga yetdi. 5 kun davom etgan bahslarda mamlakatimiz sportchilaridan tashqari Markaziy Osiyo mamlakatlari, shuningdek Avstriya, Ukraina, Belarus, Gretsiya, Gruziya, Ozarbayjon, Mongoliya hamda Hindiston kabi davlatlardan ham ishtirokchilar bosh sovrin uchun musobaqalashdilar. Umumiy sovrin jamg'armasi 70 ming AQSh dollarini tashkil etgan Women Chess o'yinlari Masters, Challengers, Futures kabi yo'nalishlarda tashkil etildi. Yakuniy natijalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Masters guruhida 6,5 ochko jamg'argan ozarbayjonlik Ulviya Fataliyeva chempionlikni qo'lga kiritdi. Undan yarim ochko kam jamlagan Gruziya vakilasi Nana Zanidze kumush medalga sazovor bo'ldi. Hindistonlik Harika Duranavali 3-o'ringa loyiq ko'rildi. Xuddi shuningdek, Challenger guruhida rossiyalik shaxmatchilar Diana Hafizova va Anastasiya Bonnaruklar mos ravishda 1 va 2-o'rinlarni egallagan bo'lsa, mongoliyalik Bat Erdane Mungunzul 3-o'rinni band qildi. Futures guruhida esa o'zbekistonlik shaxmatchi qizlar yetakchilikni qo'lga kiritishdi. Sitora Saparova va Malika Jumayevalar oltin va kumush medallarni qo'lga kiritishdi. 3-o'rin esa qo'shni Qirg'iziston Respublikasi sportchisi Nurelina Tursinaliyevaga nasib etdi. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, turnir yakunida g'olib va sovrindor sportchilarni taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi.